Mirkomilboyning qazo bo'lgan namozi. Xurshid Do'stmuhammad hikoyasi. Izvosh guzardan o'tib katta ko'chaga burildi hamki, Yoqubxo'jadan sado chiqmadi. Boy 2-3 dafa hamrohining avzoyiga zimdan ko'z yugurtirdi. Yoqubxo'janing qaddi unikidan yarim qarich tik. Shu bois u o'tirgan holda ham xiyla salobatli ko'rinadi. Odamlar Yoqubboyning shaxsiy qo'riqchisi deb gap tarqatishdi. Mirkomil uning izmidan chiqmaydi deganlar ham bo'ldi. To'g'ri, Yoqubxo'ja ko'z ochib topgan maslahatgo'yi bo'lmasa-da, uncha-munchani xushlayvermaydigan Mirkomilning ishqi shu odamga tushgan. Binobarin yonida doim uni olib yurishga odatlangan edi. Haqiqatdan uning Yoqubxo'jadan yashirgan netgan siri ham bo'lmagan. Surishtirib kelganda Mirkomil kimdan nimani sir tutgan o'zi? Yoxud makkor bo'lganida rahmatli otasining Makka va Madinada takka qurdirish niyatida 30 ming tillo vasiyat qilib qoldirganini uyezd hokimiga aytarmidi? Soyasidan cho'chisa, hatto o'z pushti kamaridan bo'lgan o'g'il qizlardan hadik xavotirda yashasa, yettiyot begona buning ustiga g'ayridan Iskandarni gumashta qilib olarmidi? Ikki ko'zning biri yanglig' yonidan uzoqlashmaydigan Yoqubxo'jadan ham gumondor yursa, uning do'stmi dushmanmi deb bosh qotirsa odamning har narsa bo'lgani yaxshi emasmi? Yo'q, Mirkomil bunday mujmallikka toqati yo'q. Uni jini suyganga ham, suymaganga ham dilidagini yamlamay aytgan. Izvosh ko'tarmadagi zavod ko'chasi muyulishiga yetdi. Boy ana yorlar, mana yorlar degan o'yda hamrohining quyuq soqoliga qarab qoldi. Shunda to'xtat izvoshni deya hayqirdi boy. Bir maromda yo'rg'alab borayotgan qo'sh ot suvlig'i tuyqis siltab tortilgandan pishqirib, tumshug'ini to'shiga bosguday boshini qiyshaytirib to'xtadi. Izvoshchi nima gap deya ortiga o'girilib ulgurmay, boy tosh yo'lga sakrab tushdi. Izvoshchi ham, Yoqubxo'ja ham boyning muddosini tushunmay uning izidan qarab qolishdi. Mirkomil katta-katta qadamlab qop orqalagan kishining tepasiga bostirib bordi. Og'ir yuk ostida ikki bukchaygan kishi boyni ko'rdi-yu, ko'sak to'la qopni to'p etib yerga tashlaganicha tili kalimaga kelmay, qo'rqqandan salom berishni ham unutdi. "Qayoqqa olib ketyapsan, ko'rnamak?" O'takasi yorilgan kishi duduqlandi. Boy uning javobiga muhtoj emas edi. "Ko'ppa kunduzi or qilmadingmi? Changi belangan, yag'rini chiqqan oq yaktakning yengini bilagiga qadar shimargan ishchi quloq chakkasiga bexos tushgan tarsaki zarbidan chayqalib borib devorga suyanib qoldi." Izvosh zavod darvozasining ro'parasiga yetganda Yoqubxo'ja tilga kirdi. "Chakki qildingiz aka." Hali g'azabi so'nib ulgurmagan Mirkomil "Sen mahmadonalik qilma" degan ma'noda hamrohiga qattiq o'qraydi. Yoqubxo'ja esa boyning jahli chapaqay chiqqaniga yarasha bosqilik bilan bo'lsa-da o'pkaladi. "Ashi bir qop ko'sakni ko'ppa kunduzi o'marib chiqishga nima majbur qilganini surishtirmadingiz-ku? Jo'jabirday jondir hoynahoy aka." Izvoshchi otning yag'riniga tarsillatib qamchi bosdi. Mirkomilboyning o'ng qoshi tepaga sapchidi. "Jo'jabirday jon bo'lsa, oilasini o'g'irlik orqasidan boqqani ma'qulmi, boy?" Yoqubxo'ja darhol javob qaytarmadi. Izvosh zavod hovlisiga kirib to'xtaganida boyaga o'pkalangan namo ohangda muloyimlashib dedi: "Odamlarni ham ko'ngliga qarang-da aka. Haq gapni aytaman deb bu yoqda Temur hojini ham izza qilib qo'yibsiz." Temur hojini izza qilgani rost. Izza qilmaslik uchun haq gapni aytmasligi kerak. Aytmasa, axir Mirkomilning xusumati yo'q, talashgan mol holi yo'q. Uni jin uribdimiki, Temur hojiga dushmanlikni sog'insa. Nima bo'ldi-ku, bir kuni 50 bosh ko'cha boshida yo'liqib, "Taqsir, qozilikka Temur hojini mo'ljallagandik. Siz nima deysiz?" deb so'rab qoldi. Mirkomilboy ortiq o'ylab turmadi. "Hoji halol odam, yurtning xizmatini qilsin" dedi-yu qo'ydi. Oradan 3-4 kun o'tmay eshikka yo'qlab kelishdi. Boy tashqari hovliga chiqsa, supa yonida 50 boshi bilan yap-yangi qozi Temur hoji qo'l qovushtirib turibdi. "Kelinglar, kelinglar, qani ichkariga" deya boy mehmonxonaga chorladi. Mehmonlar oyoq tirab turib olishdi. "Birov kirgandek" o'ng'aysizlanib gapirdi 50 boshi. "Ashi hojingiz sira qo'ymadi, bir niyat qilgan ekan."
Ellikboshi gapini adog'iga yetkazgunicha qozi tugunning bog'ichini yechib, zarbof to'nni qo'liga oldi. Mirkomilboy keluvchilarning muddosini tushundi. Barakalla, deb yubordi u boshini chayqab. Mezbon mamnun bo'ldi degan o'yda harakati dadillashgan mehmonlar to'nni qo'liga olib ulgurmay, boy muddosini oydinlashtirdi. Bu ishlaring durust emas. Bir og'iz roziligim evaziga hadya keltiribsizlarmi? Undan chiqdi rozilik bermagan taqdirimda ortimdan tosh otar ekansizda. Temur hoji ikki qo'llab tutib turgan to'nini tushirib yubora yozdi. Ellikboshi tushuniksiz g'o'ldiradi. Yo'q taqsir, yo'q biz hojingiz oq fotiha olay deb. Mirkomilboy o'ziga yetguncha qaysar ham edi. U Ellikboshini tutilib bo'g'ilib gapirishiga quloq solmay, ko'nglidagini oxirgacha aytdi qo'ydi. Xushomadni bandaga emas, Xudoga qilinglar. Yoqubxo'ja bo'lsa to'g'ri gapni aytaman deb dushman orttirasiz deydi. Haq gapni aytgani uchun dushman orttiradimi? Haq gapni aytish dushmanlikmi? Axir u kimga, qaysi hamyurtiga yomonlikni ravo ko'rdi? Fe'l atvori shunday ekan, nachora. Bir yumalab bo'lak odamga aylanib qololmasa, haqdan voz kechib har kimning ko'ngliga qaray olganda bir uy boyvachchaning betiga oyoq qo'yguday ish qilmas edi. Endi afsuslanish, pushaymonlar qilish oson, lekin tabiatan kajbaxslikdan qutulish fursati jon chiqar vaqtiga qoldi. Ubaydullo Junfurush Maylisoydagi zavodiga 2 qur kelib, uyiga taklif qilib ketdi. Aytilgan kuni Yoqubxo'jani ergashtirib borganda, bir uy mehmon gurra qo'zg'alib, Mirkomilning hurmatini bajo keltirishdi. Boy yonida Yoqubxo'ja uyning to'riga o'tib joylashib o'tirib olguncha, yig'ilganlarning qanday odamlar ekanligini, hatto bir ikkisi o'zaro ma'noli ko'z urishtirib olganigacha payqab ulgurdi. Deraza yaqiniga o'tirgan G'ofurjonning tusi gezardi. Berida G'ofurjonning amakisi Hoshimboy, so'ng paxta tijoratini endi yo'lga qo'yayotgan Nig'monbek. Ularning hech birida Mirkomilning xusumati yo'q. Husumat qayda? Yig'ilganlarning hech bir Mirkomil bilan bellashadigan, sarmoya jamlamagan, shu ma'noda ham bu davraning posangisi Mirkomilboy uchun xiyla yengillik qilish ayon edi. Mirkomil sir boy bermadi. Iliqqina suhbatga goh qo'shilib, goh so'zsiz bosh irg'ab o'tiraverdi. To'satdan Hoshimboy guring mavzusini buzdi. Zakot farz. Zakotdan bo'yin tovlash benamozlikdan kam bo'lmagan gunoh kabirdir. Mirkomil umr bo'yi loyning ichidan chiqmagan kulolday rangi zaxil Hoshimboyning aftiga chimirilib qaradi. Yoqubxo'ja quyuq qora soqolini qo'l ichida siypaladi. Gapga gap ulandi, suhbatga g'iybat, fisq-fasod aralashdi. Kim og'iz ochsa aytganiga Mirkomildan tasdiq ishorasini kutar, boyning avzoyidan esa na e'tirof, na da e'tiroz ma'nosini o'qib bo'lardi. Nig'monbek ham guringga qo'shildi. Zakot to'lash niyatidagi odamning ko'ngli toza bo'lmoq lozim. Bizlar-ku mayda davlatmandlikni havas qiluvchilar xolos. Errayma boylar orasida ham zakotga xiyonatkorlar bor ekan. Mirkomilning tishiga og'riq turganday ko'zini bir zum ochib yumdi-yu, sira boy bermaslikka urinib 2 barmog'i bilan iyagini chimdib oldi. Nig'monbek kelishganidan beri ilk bor ovozini baralla qo'yib murojaat qilgan Yoqubxo'janing salobati hammani jim qilib qo'ydi. Odatda Yoqubxo'ja gapni boshlab qo'yib, xiyla fursat sukut saqlar, aksari hollarda shunday sukutning o'ziyoq buzuq niyatli suhbatdoshni ancha sarosimaga solib qo'yar edi. Bu safar ham u xuddi gap boshlamagan odamday jim, labini qimtib ko'zoynagi ostidan Nig'monbekka qadalib qaradi. U qaytib tilga kirguncha Nig'monbek necha qizarib, necha bo'zardi. Nihoyat Yoqubxo'ja sukut aralash bilan azoblash mashqini maromiga yetkazib so'radi. Bu kichkintoyi kulala qildilarmi? Nig'monbekning badanidan sovuq ter chiqib ketdi. Yomon chiqitdi-ku ablah deb ichida so'kinib qo'ydi. Mirkomil yengil tortganini sezdirib qo'yish ma'nosida bir qo'zg'aldi. Nig'monbek o'tgan yilning jadi kunlari o'g'il ko'rgan, boyning hurmati uchun unga Komiljon deb ism qo'ygan edi. Endi Mirkomilga piching qilib, uni yomonotliqqa chiqarmoqchi. Mirkomil esa o'sha hurmati chinmi, mana u pastkashligi chinmi deb
mana oradan 5 yil o'tgach, mulohaza posangisiga qo'yib olib solib ko'ryapti. Og'ziga kuchi yetmaganlar Mirkomil ayrim daromadlardan zakot to'lamaydi deb ovoza qilgani boyning qulog'iga yetgan. Shuni esladi-yu, o'sha mashvaratning nishabi qay tomonga oqqanini o'sha paytda qisman va hozir to'la to'kis payqab yetdi. To'kin dasturxon tevaragida o'tirganlar pinhona ko'zlagan muddao amaliga ko'chgandek baravariga boyning og'ziga tikildi. Mirkomil hech bir davrida so'zini yo'qotmas, umuman tili qisiqlik nimaligini bilmaydigan inson edi. Zakotdan bahs ketdi. Yaxshi. Ashnaqa munozaralar boshlanganda, dedi u hafsalasizlik bilan beparvo ohangda va tortishib o'tirishga arzimaysanlar degandek to'satdan gapning dumini yuldi. Zakot-ku farz, illo zakotning oldida nima bor? Boy savoli javobsiz qolishini aniqlashtirib oladigan fursatda jim bo'ldi-da, o'tirganlarning jon-jonidan uzib oldi. Ashnaqada zakotdan avval ushur bor. Zakot to'lovi xususida erraymalik qilishdan burun ushurni tushunib qo'ysinlar. Tijorat so'qmog'ida endi atak-chechak qilayotgan hamyurtlari, dindoshlari bu borada katta-katta ko'chalar ochib ulgurgan Mirkomilning oyog'iga osilishlari ne uchun kerak bo'ldi? Axir boy ularning mushugini pish demadi, aksincha qaddini rostlab olsin degan murodda nechtasiga qarz berdi. Faqat G'ofirjon omonatga xiyonat qildi. Ish qozgacha yetib bordi.